Assalomu alaykum hammaga. Esingizda bo'lsa, Tramp Maduroni, Venesuela prezidentini o'g'irlab ketganidan keyin O'zbekistonda bu mavzudan ham, bu hodisadan ham ko'ra rezonansga aylangan voqea bu. O'sha o'zimizning bitta yurtdoshimiz ichki ishlar xodimlariga 102 ga telefon qilib, Tramp ustidan ariza yozishga va Trampga nisbatan qanaqadir ham javobgarlikka qaratilgan ariza berishga harakat qilganligi bo'ldi. Men bu haqda video qilmadim, lekin sababi o'sha kutib turdim. Voy, shu O'zbekiston ichki ishlari yoki bir shu tuzilmalar shu insonga qarshi birorta ish ochib, uni javobgarlikka tortib qo'ymasin deb afsuski o'ylaganim haqiqat bo'lib chiqdi. Uni demak javobgarlikka tortishibdi. Bektemir tuman sudi demak unga ma'muriy javobgarlik tortgan va 1 million qanchadan ham 1 milliondan ko'proq demak summa jarimaga tortilgan va u modda bo'yicha ichki ishlar xodimlariga aldov yoki aldashga urinish yoki aldash asosidagi axborot berishmi, shunga o'xshash modda qo'yilgan. Endi bu asoslanmagan va juda ham yomon pretsedent deb hisoblayman. Nimaga? Chunki birinchidan u aldagani yo'q. Ikkinchidan o'sha suhbatda o'zida ham aytilgan, Tramp O'zbekiston fuqarosi emas, bu ichki ishlarga umuman plus-minus bo'lmasligi kerak. Ular shunchaki javob berish mumkin edi. Xuddi o'shanaqa o'sha xodim aytganidek, Tramp fuqaro emas, biz unga qarshi chora ko'ra olmaymiz yoki xo'p bo'pti, arizangizni qabul qilamiz, ko'rib chiqamiz. Afsuski oxirida rad javob beriladi, deylik. Undan tashqari uni aytgan gaplarida yolg'on yo'q-ku. Rostdan Tramp deylik, masalan, Tramp deylik, tasavvur qilaylik, u bizani mahalladagi qo'shnimiz. Rostdan Tramp degan odam, bitta Maduro degan odamni O'zbekistonning ichida o'g'irlab ketdi. U odam xabar berdi shu haqda, to'g'rimi? Yolg'on xabar bo'lmayapti-ku, to'g'rimi? Agar O'zbekiston ichida shu narsa sodir bo'lganda va shu xabar berilganda edi, haqiqat va unga qarshi rostdan jinoiy ish ochilgan bo'larmidi? Ya'ni noxolis yoki yolg'on xabar berilmayapti-da bu nimada. Yana uchinchi narsa bor. O'zbekistonning ichida shundoq ham deylik, o'sha fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan, muammolarni aytadigan, muammolarga yechim bera oladigan va balki o'sha ba'zi bir muammolarni kerakli joylarda kerakli insonlarga yetkaza oladigan insonlar kam, yetishmaydi va umuman olganda xalqning ichida, o'sha odamlarning ichida bu narsalar juda ko'p holatlarda odamlarning orqasidan gapirish va tushunilgan holatda odamlar bu narsaga yomon qarashadi va aytishi mumkin bo'lgan narsalarni ham, qonuniy, noqonuniy holatlarni ham demak aytishmaydi 102 ga deylikda. Bu juda ham yomon ta'sir beradi, чтобы agar men hozir qiladigan bo'lsam, o'zimga qarshi ish ochib qo'yishlari mumkin. O'zim baloga qolib ketaman degan yana bitta misol berib qo'yishyapti-da. Men o'ylayman, sud uni oqlash kerak va bu qarorni bekor qilish kerak deb o'ylayman. Sizning fikringiz qanaqa?